Men Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanidan kelganman. 3 yilcha oldin miyoma borligini bildim. Bu yerga kelmasdan oldin 12 santi deb berishdi. Bachadonni olib tashlash kerak deyishdi. O'shanga qo'rqib, sizlarni Instagramdan kuzatib, bilib, sizlarga mana shu emma prosedurasini qildirish uchun keldim. Bachadonni olmasdan saqlab qolib, miyomani davolashning ilojisi borligini aytishdi. Mana shu emma prosedurasiga rozi bo'ldim. Agar miyomalaringiz bo'lsa, hech qo'rqmasdan, bachadonni oldirib tashlamasdan, mana shu klinikaga kelib, emma prosedurasini qildirsanglar bo'ladi. Bu hech qanaqa qo'rqinchli vahimali narsa emas ekan. Bizning bemorimiz ham Qoraqalpog'iston Respublikasiga tashrif buyurdilar. Bular yoshlari 39da va demak ko'p tugunli miyoma aniqlangan. Biz bularga embolizatsiya amaliyotiga kirishyapmiz. Jarayonni biz bilan kuzatib boring. Qolgan gaplarni jarayon davomida gaplashamiz. Soatimiz 13:20 ni ko'rsatmoqda. Amaliyotimiz umumiy hisobda 45 daqiqa davom etdi. Zamonaviy texnologiya va natijalari tadqiqotda isbotlangan tibbiyot, ya'ni bir nechta bemorga aynan shu usulni qo'llagan holatda, demak, randomizatsiya shaklida o'tkazilgan tadqiqot bu amaliyotni samarali ekanligini isbotlagan. Va mana shu kabi texnologiyalar ayni damda hech qanday og'riqlarsiz, hech qanday qorindagi kesmalarsiz va bachadonga tegmasdan turib, a'zoni bir butunligini saqlagan holatda kasalliklarga bartaraf berish imkoniyatini bermoqda. Agar sizda yoki yaqinlaringizda shu kabi kasalliklar bo'lsa, ilgariga singari klassik uslubdagi bachadonni oldirib tashlash yoki bo'lmasam tig'li holatlardan, demak, zamonaviy usulga o'tish payti keldi. Aynan bu usullar sizning salomatligingizga ortiqcha risk, ya'ni xavf solmasdan turib, demak, bajariladi. Sababi hech qanday narkozlarsiz bemor aynan amaliyot davomida biz bilan birgalikda suhbatlashib turganini o'z guvohi bo'ldingiz. Bu yanada aynan yurtimizning rivojlanayotganligi, tibbiyotni yana bir qadam oldinga siljiganligini isbotlaydi. Shunday ekan, mana shu kabi zamonaviy operatsiyalar, ya'ni amaliyotlar aynan O'zbekistonda, o'zimizni Toshkentda amalga oshirilmoqda. Agar bundan bexabar insonlar bo'lsa, albatta bu videoni ularga yuborib qo'yinglar va bizning rezultatlarimizni Instagram va YouTube sahifalarimizdan bemalol o'rganishingiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Agar shifo talab insonlar bo'lsa, kimga yuborishni bilasizlar.